Demak, bu holatda ish beruvchi qonunchilik talablarini buzgan, o'zi aslida ish beruvchi ishga kirayotgan shaxsni e'tibor qiling, ishga kirayotgan shaxs, ya'ni hali mehnat shartnomasi tuzilib xodim emas u. Mana ishga kirayotgan shaxsni tashkilotdagi o'sha ichki hujjatlar, aytaylik o'sha jamoa shartnomasi, ichki mehnat tartib-qoidalari yoki savolda so'ralgan lavozim yo'riqnomalari bilan ishga qabul qilingunga qadar tanishtirish shart ekan. Mana 123-modda. O'zi mana ishga qabul qilishda bosqichlari bor. Mehnat kodeksining mana 122-moddasida ishga qabul qilishda 3 ta bosqichi bor. Shulardan birinchi bosqich mana tanishtiruv bosqichi. Demak, shunga muvofiq ish beruvchi ishga kirayotgan shaxsni ichki hujjatlar bilan tanishtirishi shart. 123-modda. Endi bundan tashqari mana 25-modda bor. 25-modda ish beruvchining majburiyatlari. Ish beruvchi demak, xodimda deyiladi ichki hujjatlar bilan, ichki mehnat tartib-qoidalari, jamoa shartnomalari yoki boshqa ichki hujjatlar, lavozim yo'riqnomalari bilan albatta imzo qo'ydirib tanishtirishi shart.